Mana sigirimiz xudo xohlasa mana tug'di. Aziz YouTube ahli, assalomu alaykum avvalambor. Bu sigirimiz o'tgan yili ko'rsatuvdim. Tug'di. Urg'och tug'di xudo xohlasa. 2 haftalik, 15 kunlik bo'ldi. Esingizda bo'lsa buni bolasi buqa edi. Buqani sotdik, qizchani sotdik. 1 yasharga to'lganda 20 millionga sotdikda. Uni 14 millionga buni oldik. Bu ham yaxshi, xudoga shukr, parodasi zo'r. Yomon emas. Xudosa buni ham 15 oylik bo'ldi, lekin 15 oylik bo'lsa ham bukur bezor qildi. Bu qatorlab bo'ldi 2 marta. 2 marta ham qo'ydik. Ikkinchisi menimcha qochdi deb yuribmiz. Kuyga keldi. Kuyga kelgandan keyin qo'ydik. Yaxshi buqaga qo'ydik. Xudosa qochgan bo'lsa kerak deb turibmiz. Xudosa 11-may kuni qo'ydik buqaga. Bunimiz 2 haftalik bo'ldi, 15 kunlik bo'ldi. Xudosa bu ham yana bir oylarda kuyga kelib qoladi. İnşallah. Mana buni bolasi mana. Yaxshi, sog'ligi yaxshi, zo'r. Yeb ichishi zo'r. Sog'lom. Shunday gaplar. Xudosa endi buni ko'paytirish niyatimiz bor. Xudosa buni ham sigir qilamiz inshaalloh. Yaxshi, sog'ligi, yeb ichishi zo'r. Qoramol. Bunimiz ham xo'ra, bu ham xo'ra. Mana senajimiz ham xudosa bugun 2 kun bo'ldi. 3-kun mana tayyor bo'lyapti. Sekin-sekin yeyapti, yeyishlari zo'r. Allohga shukr, mashalloh deb qo'yingizlar. Aziz muxlislar. Like bo'lib, obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yingizlar. Aziz muxlislar, bu sizlardan hech qanaqa pul umid qilmaymiz. Hech qanaqa pul ham bermaydi bizga. Motivatsiya uchun bir like bosib qo'ysalaringiz xursand bo'lib qolamiz. Inshaalloh mana sigirimiz ham yaxshi. Mana orqa tomonlaridan mana bachadondagi nimalari qolgan qoldiqlari tushdi. Xudosa 3 kun bo'ldi. Qolgan qoldiqlari ham mana tushdi. İnşallah bir oylarda kuyga qolish kerak. Xudosa. Lekin hozirgi kunda osul kasallar juda rivojlangan, avj olgan payti, mutatsiyaga uchragan payti deyapti. Shu mol doktorlarimiz, veterinar doktorlarimiz shuning uchun ehtiyot bo'lasizlar. Hozirgi kunda nima desam bo'ladi? Juda ko'paygan hozir. Osul kasalligi deydi. Tuyoqdan ham, og'zidan ham tegyapti. Ishtahalari bo'lmayapti mollarni. Shuning uchun ehtiyotkorlik bo'lib, begona mollar orasiga qo'shmasangiz yaxshi bo'lardi. Maqsadga muvofiq bo'lardi. Shuning uchun hozir juda ko'paygan vaqt ekan osul kasalliklarni. Shuning uchun agar mana bunaqa sigirlaringiz kuyga kelib qolsa, osul kasallik tiymasin desangiz, sun'iy urug' qo'yish varianti ham bor. Buni ham tavsiya qilib qolamiz. Chunki sun'iy urug' qo'yishga bu molingiz o'zingizni baylagan joyingizda qoladi. Urug'ni o'sha o'zi matkasidan chiqib, o'sha bachadonga qo'yib qo'yiladi. Xudosa molingiz yaxshi, bachadonni hech qanaqa shamollash yoki bir kasalliklar bo'lmasa, o'sha sun'iy urug'ni ham qabul qilish mumkin. Organizm sog'lom bo'lsa bo'ldi. Qabul qilaveradi. Avvalambor shunday. Keyin kuygan holati juda ham yaxshi bo'lishi kerak. O'tib ketmasligi ham kerak. Endi boshlangan bo'lishi ham shart. Endi boshlangan bo'lishi ham bo'lgan bo'lsa ham bo'lmaydi. Bir nima deydi? Ayni qiziqqan, ayni nima avj olgan paytiga qo'ysangiz
maqsadga muvofiq bo'ladi so'nggi urug'da ham. Mana shunaqa gaplar. Xudo xolasa bundan ham umid qilib turibmiz. Inshaalloh qochgan bo'lsin. Yaxshi sigir bo'ladi degan umiddamiz. Mana yillari ham Xudoga shukr, maşalloh. Yillari ham tashqi tomonlar ham bilinib turibdi. Inshaalloh menimcha yaxshi sigir bo'ladi. Mana bu sigirimiz ham holati mana. Kuniga 3 mahal emizamiz. Birinchi bolasi emadi. Bolasi ortganini biz o'zimiz sog'ib olamiz. 3 litr, 2,5 litr sut berib turibdi. Xudoga shukr, bir mahalga. 2 mahalga 5 litr sut berib turibdi. O'zini oqlaydi menimcha. Chunki 9 oy boqqanimizda buni bolasini 20 millionga sotdik. 6 millionni o'zimizni kam ko'simizni ishlatdik. Xudo xolasa yaxshi hammasi zo'r. Chorvachilikdan zarar yo'q. Chorvada baraka bor. Chorvada yaxshi. Faqatgina shoshmasdan o'ylab ish qilsangiz juda ham yaxshi bo'ladi. O'ylagan nimangizga yetishasiz. Planlaringizga. Avvalambor molni bilib, ko'rib, tanigan molni olsangiz juda ham yaxshi ish bo'lardi. Chunki sinamol mol doim yaxshi. Mayli, bozordan 1 million, 2 million qimmatga oling. Bu effekti zo'r bo'ladi. Demoqchi bo'lganim, hech qachon kam bo'lmaysiz. Chorvada baraka bor, Xudoga shukr. Yomon emas. Mana gumlarimiz ham chiryapti. Xudoga shukr. Har yili agrotimizga bir terichkadan ko'proq bir prisip gum solib turibmiz. Shu molni orqasidan qilib turibmiz, Allohga shukr. Mana buzoqchamiz ham yaxshi, Allohga shukr. Nariga mana shu buzoqchamiz. Mana shu tanachaga o'xshagan. Bunaqa. Keyin kommentariyaga yozib ketingizlar, mana shu g'unojimiz qancha vesi bor. Qochib ketsa, qanaqa qochib ketgan bo'lsa, qanaqa sigir bo'ladi? O'sib ketadimi yo shu holatda qolib ketadimi? O'sha kommentariyada o'sha fikrlaringizni aytingizlar. Fikr almashsak, menimcha juda ham yaxshi bo'lardi, chunki o'sish bo'ladi. Qanchalik odam bir-biri bilan axborot almashsa, shunchalik rivojlanish tezroq bo'ladi degan fikrdaman men. O'shaning uchun sizlardan iltimos, o'z fikrlaringizni kommentariyada, izohlarda qoldiringizlar. Bizlar sizlardan kuch olamiz, chunki layk bosasizlar, obuna bo'lasizlar degan umidda mana shu videoni qilyapmiz. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Avvalambor yurtimiz tinch bo'lsin, sog'lik bo'lsin, omonlik bo'lsin, hammasi yaxshi bo'ladi degan fikrdaman. Odamning o'ziga bog'liq, harakatiga bog'liq. Hammasi qanday bo'lishi, niyatingizga bog'liq. Avvalambor niyatni to'g'ri qilish kerak ekan. Inson meni uyimda mana shunday chorvadan bir 20 ta, 30 ta bo'lsin deganlar, 100 ta bo'lsin deganlar like bosishni iltimos qilib qolamiz, chunki biz o'zimizga nima ilinsak, sizlarga ham shuni ilinamiz. O'zimizga nima yaxshi bo'lsa, sizlarga ham hamma narsa yaxshi bo'lishini tilab qolamiz. Shuning uchun sizlardan iltimos like va obuna bo'lishni unutmangizlar. Mana ovqat yeydi, izmas suv ichadi. Yarim soat ovqat yesa, 1 soat, 2 soatdan keyin suv ichadi. Shunaqa suvni uzmay tursangiz juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi, chunki bular stressga tushdimi, ishtahasi unday yaxshi bo'lmay qoladi degan fikrdaman. Chunki biz buni oldiga ham har mana shu soatlarimizni to'ldirib qo'yamiz. Har bir soatda xabar olamiz. Suv yo'qmi? Sirasi suv quyib qo'yamiz ustiga. Suvimiz uzilmaydi. Inshaalloh hammasi yaxshi, Xudoga shukr.